Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz obunachilari. Bugun 2025-yil 25-may sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida toza dehqon akamizni uyiga keldik do'stlar. Biz dehqonlardan obunachilarimizga ko'rsatamiz dedik. Endi qo'ylarda haqiqiy poychalari, oyoq qo'llari uzun gazli qo'ylarga keldim. Do'stlar, qo'ylarga bir baho berasizlar. Qo'ylarning rangi toza, hammasidan oyoq qo'li cho'ziq, gazli qo'ylar. Hozir bu qo'ylarda necha bosh bor bu yerda, bularning ma'lumotlari qanday? Hamma ma'lumotlarni dehqon akamiz bilan birgalikda to'liq aytamiz. Bu qo'ylarni ushlab hozir bizda obunachilarimiz aytishyapti, Botirjon, qo'yni ushlab bir metrlab ko'rsating. Videoda qanday ko'rinyapti biz bilolmayapmiz. Buni balandliklarini, gazini, uzunliklarini ko'rsating deyishdi. Do'stlar, biz obunachilarimiz talab qilgani uchun shularni metrlab hozir gazlarigacha ko'rsatamiz. Akalar, bu qo'ylar nihoyatda zo'r qo'ylar, suyagi qalin, tayyor bo'lib turgan qo'ylar. Kim agar qo'y saqlayman desa, endi mana qo'ylarning zo'rlariga keldim akalar. Hozir bularning yoshlarini, hamma ma'lumotlarni hozir dehqon akamiz bilan birgalikda to'liq aytib o'tamiz do'stlar. Bizning videolarga like gumillatinglar. Do'stlar, mana shunday videolarni ko'rib, mazza qilib mana bunday qo'ylarni olaverasizlar akalar. Mana bir holatiga bir e'tibor beringlar-da buni. Buni gazini, buni poychalariga bir e'tibor beringlar akalar. Qo'ydi holatiga, yurishlariga bir baho beringlar buni. Orqa holatlardan. Akalar, nihoyatda go'zallari kelib qopti. Endi qo'y saqlayman degan aka-ukalarimizga bu maxsus video bo'lyapti. Do'stlar, bo'lmasa biz dehqon akamiz bilan birgalikda ma'lumotlarni aytishni boshladik. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana qo'ydi gaziga bir baho beringlar. Bu qo'ydi gazi kiyik qorinda, poychalari ham, bo'ynlari ham nihoyatda uzun. Mana bu sarig'ini ushlab ko'rsatyapmiz akalar. Mana sarig'ini ham ushlab ko'ryapmiz. Bo'ynlari uzun, gazli qo'ylarda, yaxshi bo'ladigan qo'ylar. Shuni balandligini bir o'lchab bering. Balandligini o'lchang ana shuni. Yerga tegsin. Bu ana shunday tegyapti. Metrni tikka qilasiz. Akalar, tikka qiling ana shunday. Qo'lni ham tekis qo'ying. Tekis 83 chiqyapti. Balandligi 83 chiqyapti. Endi gazini qo'ying qani? Gazini qo'ying. Ana shu tomondan qo'ying. Ana gazi qani 84 chiqyapti. Qani metrni ko'rsin-da akalarimiz. Mana 84 chiqyapti. Bo'ldi. Mana shu qo'y akalar balandligi 83, gazini uzunligi 84 chiqyapti akalar. Poychalari qalin. Mana shu qo'y. Bu ikkinchisini ham bir ko'rsataylik. Balandligini o'lchang, balandligini o'lchang. Qani yerga tegsin, ana shunday. Yo'q, tekis qil, ana shunday. Metrni tekis ushlanglar. Yerga tegsin tekis. Mana hozir mana yerga tegib turibdi akalar, mana yerga tegib turibdi. Mana bu balandligi 77-78 chiqyapti. Bo'ldi, qo'ying. Gazini ko'rsating. Gazini o'sha yerdan qo'ying. Qani gazi ham 78 chiqyapti, gazi ham 78 chiqyapti. Bo'ldi. Mana qo'ylar akalar. Mana shunday qo'ylar akalar. Bularning yoshi bittasini tishini ko'rsating-da. Tishini ham bir ko'rishsin akalarim, tishini. Qani? Ana 2 tishdan endi 4 tishga o'tyapti ekan. Bo'ldi, qo'ying. Begizodjon, Botir aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Solinglar zo'rmi? Chachima keldi. Bizning obunachilarimiz talab qilishyapti. Qo'yni bir metrlab ko'rsat, holatini ko'rsatgin. Bemalol aka, molimizga garantiya aka, sortiga, sifatiga, bo'yiga. Bizda yolg'on gap yo'q aka. Eng kichigini bo'yi 75, eng katta 85, o'rtacha 80 hisoblayvering aka. O'rtacha 80. 80 hisoblayvering. Yoshlari aka buni 2 tish, bir ikkita ichida 2 tug'ma qo'y bor. Bir tug'ma, 2 tug'ma qo'ylar aka. Bari. Masalan, bosim shu 2 tish. 2 tish, hal tushmagani ham bir 80 talar bor aka buni. Tish buzmagani ham bor. 80 tacha chiqadi hozir aka. Zo'r qo'ylar ekan. Endi qarang, o'zingiz ham bir ichidan bitta ikkitasini ushlaylik, tishlarini ko'rsataylik-da, bir yana ushlab ko'rsataylik. Ushlang. Xohlagan bittasidan ushlang qani? Ushlang xohlagan bittasidan.
Olib keling bu yoqqa. Akalarimizga ushlab ko'rsatishimiz kerak-da tishlarini. Qani? Bu yoqqa olib keling tishini, tishini. Qani? Hali tish buzmabdi. Tish buzgani yo'q. Qo'zi ekanda bu, qo'zi ekan hali. Bunisini ham Soqqa ham chiqmabdi. Endi mana bunisi endi tish buzyapti ekan. Bo'ldi, qo'ying, qiynamang qo'yiladi. Aka xohlagan ko'raverasiz. Hurmatli do'stlar, mana tishlarigacha ko'rsatyapmiz. Akalar, bu qo'ylarga o'zlaringiz bir yaxshilab e'tibor qilsanglar, yungi o'zi tulab tushib ketadigan sortidan. Akalar, mana qo'ylar. Mana bu qo'yda ham yungi o'zi tulab tushib ketyapti. Hammasi g'ayir yosh qo'ylar akalar. Mana endi qo'y olaman degan aka-ukalarga ko'rsatyapmiz. Bekzodjon, ha aka. Bu yerda opshi necha bosh qo'y bor? Aka burada 200 bosh qo'y bor aka. 200 bosh qo'y bor, mashalloh. Aka qo'y hozir tushdi. 3 kundan beri haydanlik kelyapti. Hali mol damogani yo'q. Shuning uchun ko'zga ingichkaroq bo'lib turibdi. Yemishdan. Bu o'sha o'zlaringiz dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik mol aka. Oybekka qo'shgan edik. Endi vallarini ayirib onasini olib kelyapmiz. Ha. O'sha tog'dan olib keldingizlarmi? Oybekni mol aka. Oybekdan kelib tushdi aka. Hurmatli do'stlar, mana dehqondan ko'rsat deyapsizlar. Mana dehqondan o'zlarimizni qo'yimiz deyishyapti. Ko'rsatib o'tyapman do'stlar. Endi qarang, bularni balandliklarini ko'rsatdik. Shu 75-85 shu atrofda ekan. Shunday ekan. Ha, yoshlari endi 2 tish, 4 tish dedik. Shunday ekan. To'g'rimi? 200 bosh qo'y. Endi qarang, qo'y qidirib yuribdi akalarimiz. Shu yosh qo'y qidirib yuribdi-da bezod. Mol qilarman, mol aka. Mol qilaman, qo'y qilaman deb qancha akalarimiz qo'y qidirib yuribdi. Endi qarang, yana bir ma'lumotni aytaylik. Ma'lumotni juda ko'p aka-ukalarimiz so'rayapti. Botirjon deyapti, shu dehqonlardan so'rang qani bu vikipkaga, barterga degan narsalar bor. Shu narsalarga qanday savol berib ko'ring deyishdi. Ya Botir aka, pul uchun sotilyapti bu. Bu sotiladigan mol emas aka, aslida. Buni mol qilish uchun o'zimiz bittalab teri olganmiz vaqtida aka. O'zligidan qilib, qo'yimizni bolasini olib qolib, yaxshisini olib qo'yganmiz, olib qo'yganda. O'zimiz mol qilamiz, olib qo'yganmiz. Bunda pul zararlik uchun bu sotilyapti aka. Bo'lmasa sotilmaydi. Bu molni sotish o'zi bir xato aka. O'zingiz bilyapsiz, katta qilayotganimizni. Pul uchun sotyapmiz, lekin kerakligi uchun aka. Hurmatli do'stlar, bunday qo'ylarni o'zi yosh qo'ylarni uncha odam sotmaydi hamda. Buni qo'y qilib olib yurib, buni hosilini, mevasini olib qo'y qiladigan qo'ylarda bular. Mana bir e'tibor beringlar akalar. Bekzodjon, haqiqatda o'z ko'zim bilan kelib ko'rib turibman. Qo'ylarning rangi toza, sorti yaxshi qo'ylar ekan. Endi qarang, hamma ma'lumotlarni aytdik. Barterga yo'q akalar. Vikipkaga ham yo'q. Menga bir kunga 500-600 odam telefon qilib, aka barterga qo'y topib bering, aka vikipkaga qo'y topib bering deyishyapti. Akalar, vikipkaga, barterga qo'y yo'q. Qo'y agar barterga chiqib qolsa, o'z menga kim ma'lumot aytsa aytaman. Endi Bekzodjon, bularda hammasi narxida gap. Shu akalarimiz bir sizdan qo'ydi olib, barakat topib, erta bularni qo'zisini tushirib, bir 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yilgacha foydalansin. Kim olsa. Xudo xolasa aka, barakat topadigan qo'y. Yosh qo'y aka, aslini qarri qo'ymas aka. Sog'ligi hammasi emlashi, ukkol dorisi bari bo'lgan aka. Qoni tozami? 100% aka, garantiyasi bor aka. Qoni toza. Endi Bekzodjon, qo'ylarni ko'rdim. Qo'ylar zo'r ekan. Menga qarang, bularda endi shu aka-ukalarimiz bor, 200 bosh qo'ydi, bir qo'lga olib qo'yadigan akalar bor-da. Tushunyapsiz? Qidirib qo'ydi. 200 bosh qo'ydi, birdan ham oladigan akalar bor. O'sha akalarimizga maxsus endi bitta chiroyli bahosini aytasiz bularni. Bahosini kelishtirib, bozorga qarab, elga qarab, qochirmasdan kelishtirib aytasiz. Maylimi? Bo'ldi aka, bo'ldi aka. Buni hozir qo'zligidan o'zimiz katta qilganmizda, yana bir odam buni izdan yurguncha, yana 1 yil, 2 yil mehnat qilish kerak, shuncha qilish uchun aka. Shunday. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi ekan. Mol qilaman degan odam baraka topadi aka buni. Mashallah, zo'r ekan, lekin haqiqatdan, lekin po'chalari ham qalin ekan, lekin. Bularni bir chiroyli qilib bahosini ayting qani aka. Bahosini ayting. Shu qochirmasdan kelishtirib ayting. Bir qo'lga qomariga. Agar qomariga bir qo'lga hammasini bir qo'lga olaman degan akalarga ayting bahosini birinchi. Botir aka, bunga 4, 36, 35 degan gap kerak emas aka. Bir qo'lda oladigan 34 O'zbekiston bo'ylab dastakka qilib beraman aka. 34 dan, 34 dan aka. U 3,5 ham kerak emas aka. 3,5 ham kerak. Prosta u sotiladigan narx sotadigan birdan qilaylik aka uni. 4 million
4,5 million tusoq qo'y bu deb maqtamaylik. Borini ko'rsin aka. U U borini. bizda u yem bir tishlam yem yemagan aka, bu tog'da kelyapti. Tog'dan kelyapti. Yem esa bu boshqacha ko'rinadi ko'ziga aka. Akalar bu yem yemaganda ko'pchilik akalarimiz yem yeganmi, bu hayır tuyoqlarigacha ko'rsataman akalar. Bu yem yegan molni tuyog'i bunday bo'lmaydi. Bu tog'ni toshiga urilib tuyoqlari o'zi mana bunday bo'lib ketgan akalar. Tog'ni qo'y akalar, g'ayir qo'ylar. Hammasi sog'lom, qoni toza. Garantiyali qo'y aka. Qarang 3 million 400 deyapsiz, ukajon. Shu xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun ozroqgina yana men so'rayman sizdan shuni. Maylimi? So'rang, lekin men ham baho qo'yib qo'ymadim Botir aka. 3,5 demadimku aka. To'g'ri. Rahmat sizga. Kelishtirib, yo'lida qilib aytayapsiz. Endi yana ham bir narsa borda, yana ham shu qo'ramizda xayri, o'zimizning chorvamizda barakasi bor, o'zimizda barakamiz bor. Tushunyapsizmi? Hamma narsani xayri bo'ladi. Shu o'sha xayriga aytgan bahoyingizdan bir qo'lga oladigan akalarga nech pul siylab berasiz? Qanchadan siylab berasiz? O'sha narsani ayting akalarimizga. Qancha siylab berasiz xayriga? Akalar, mana bu qo'yga bir baho beringlar-da akalar. Uncha buncha qo'y emas akalar, mana bir tomosha qilinglar, buni gazini, uni to'niga bir e'tibor beringlar. Meni qancha siylab berasiz ukajon? Qo'ylardi. 50 ming qaytib beraman Botir aka, 5 ming 10 ming deyotmay aka. Lekin o'zi 34 savdosi ham bo'lib turgan joyidan sotmayman deb savdo olib qolib, endi pul zarurligi uchun sotilyapti aka bu mol. Men qarang, shularni 50 ming qilib mayda-chuyda qilyotmaylik. Masalan, 200 boshni bir qo'lga aytilyapti-da bu chunki deganda. Bittada olganga aytilyapti bu baho. Bosh qo'yda Botir aka. Men qarang, shuni 50 ham deb mayda-chuyda qilyotmaylikda, shuni shu 50 ni ham olib tashlab 33 dan qilaveraylik. Olgan odam ham erta sizga rahmat aytsin. Men qarang, bu bir qo'lga aytilyapti. Hurmatli do'stlar, yana bitta narsani men tushuntirib o'tay aka-ukalarimizga. Juda ko'pchilik aka-ukalarimiz qo'ydi ko'ryapti. Ukajon, menga vodiyga yo bo'lmasam Toshkentga 2 ta qo'y jo'nat, 4 ta qo'y jo'nat deyishyapti. Dastlabki qilib ber, mana shu bahodan jo'nat, aytilgan bahodan jo'nat deb noto'g'ri tushunmanglar akalar. Biz bu qo'ylarni optimiga, bir qo'lga, birdaniga hammasini olishga, qomariga baho aytilyapti hozir. Do'stlar, agar bir qo'lga olinadigan bo'lsa, mana shu bahoda ketadi deyapti. Akalar, tushuntirib qo'yaylik, noto'g'ri tushunmasin akalarimiz, obunachilarimiz, to'g'rimi? Bitta ikkitaga dastlabki qilish aka bir qo'yni pulini olib qo'yadi bunday joyga-da. Men qarang, Begzodjon, shu 50 ni ham olib tashlaylik-da, shuni 33 qilaylik bir qo'lga. 33 o'zi olib ketadimi aka? Yo'q, shuni yo'lini qilib berasiz-da. Endi ozroqgina yo'lini ham qilib beraylik endi uka. Endi siz bilan biz endi yurtga bir xalqqa bir yordam qilaylik, bir foyda qilsin bizdan, foydalansin endi. Bo'ldi aka, bu baraka topadigan, Xudo xolasa baraka topadi aka. Bo'ldi, 33 bo'lsa 33 aka. Yo'lini qayergacha qilamiz? Bir qo'y. Samarqandgacha dastlabki qilib beraman aka. Samarqandgacha dastlabki. Bir joyga oladiganga aka. Hammasi bir qo'lga ketsa. Shunday. 5 ta 10 dan dastlabki qilib bera olmayman aka, ochiqchaga. Endi yana bir gap bor, Begzodjon. Aka. Mana endi bir qo'lga ola olmaydigan akalarimiz ham bor-da bizning kanalimizda. Xalqimiz endi masalan birov o'qituvchi, birov usta, birov shu ustachilik qiladi yo dehqonchilik qiladi-da, ozroq pul yig'adi masalan. To'g'rimi? Bir 5 ta, 10 ta qo'yga pul yig'adi-da, shu bir yaxshiroq qo'y olay deb niyat qilib turgan akalar bor. Shu akalarga masalan o'sha bahoda shunday xonadoningizga kelsa o'zlari, kelsa, shunday tayoq tashlab bo'lib beraverasizmi? Bo'lib beraveraman aka. Unda muammo yo'q, bo'lib beraveraman aka. O'zlari kelib olib ketishadi. Shunday tayoq tashlaymiz, 50 ta, 100 ta olsa shunday tayoq tashlab qo'yamiz. Masalan 10 taga kuchi yetishi mumkin, yo 20 taga kuchi yetishi mumkin. Shunday xonadoningizga keladi. 10 tani shunday tayoq tashlab bo'lib beraverasiz. 10 tani tayoq tashlab bo'lib beraman, lekin 10 taga dastlabki qilib bera olmayman aka. Bir moshin bo'lsa, masalan 20 ta bir labo ya, 50 ta bir Isuzu bo'lsa qilib beraman aka, gapga. Bo'lmasa shu 20 tadan yuqori dastlabki bo'ladi. 20 tadan tepasiga dastlabki bor ekan. Dastlabki bor ekan akalar, 20 tadan yuqoriga dastlabki bor ekan akalar. Do'stlar, laytigun millatinglar akalar, bu qo'ylarning rangi ro'ylariga bir e'tibor beringlar, agar poychalariga bir e'tibor beringlar akalar. Mana
Biz uncha qo'y ko'rsatmayapmiz. Bular hammasi yosh, g'ayir qo'ylar. Yig'ilgan qo'y aka, qo'y qilaman degan niyat qo'y. Buni o'zi asli tog'da buni qo'yib yurgansizda, to'g'rimi? Ha, aka 2-3 cho'ponni qo'zisini asrab, o'zimiz paradasini ko'rib, formasini ko'rib, yaxshi mol qo'shgandi. Urg'och qo'zisini yig'ib qo'y qiluvdik aka. Ha, shuni. Xudo xolasa bir yaxshi niyatda buni sotyapmiz aka. Buni qo'zilari olindimi? Qo'zisini aka yaqinda chiqardik. 2 kun oldin chiqarib, o'zi chiqarib berdik. O'shani qo'zilar, o'shani onalarimi? O'shani onalari aka. 130 150 ta qo'zini chiqardik. Bir ikkisiga berib o'sha qo'ydi, o'sha kunda o'ziga. Qo'zilarni, urg'ochlarni qo'y qilaman deb bir samarqandlik aka. Qo'zilar vobshe dahshat edi, vobshim. Ha, endi onani qayerda yuribdi, bu hali damogani yo'q, ko'rdingiz-ku o'sha kuni. Mashalloh. Akalar, do'stlar, endi shoshilmasanglar bo'lmaydi. Akalar, mana toza dehqondan ko'rsatyapmiz. Pastda men dehqon akamizning nomerlarini qo'yib qo'yaman. Mana shu nomerlarga srochna aloqaga chiqasizlarda, mana shu qo'ylarni egalik qilib olinglar, akalar. Qo'ylar juda yaxshi qo'ylar. Kim olsa ham barakat topadi. Eng asosiyini aytaman, eng asosiysi bu qo'ylar yosh qo'ylar. Hali endi tobiga tushdi bular. Bittadan tuqqan akalar, o'sha tobiga kelgan qo'ylar-da. Ular endi tish buzyapti aka. Mana qo'y ham oshum dahshat qo'y ekan, lekin shu dahshat qo'y ekan. Zo'r qo'ylar ekan. Bekzodjon, aka. Endi obunachilarimiz sizga telefon qilishsa, aka-ukalarimiz telefon qilishib, shu xonadoningizga kelsa, endi nomid qaytarmaysiz. Xudo xolasa aka, quruq qaytarmaymiz aka. Shularni endi kelishtirib beraverasiz. Bo'ldi aka. Maylimi? Nasib aka, xudo xolasa. Agar bir qo'lga oladigan akalar chiqib qolsa ham, mayli bemalol nima qilaverasiz. Bo'ldi aka, quruq qaytarmaymiz. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, biz doim mana shunday manfaatli, foydali videolarni ko'rsatyapmiz. Do'stlar, bugun men Qashqadaryo viloyati Qarshi karvon mol bozoriga ham bordim. Qo'ylarni ko'rdim akalar. Qo'ylarning holatlari, narxlarini ko'rdim. Bozorga mana shunday qo'ylarni ko'rdim akalar. Mana shunday qo'ylar narxi salgina balandroq ekan akalar. To'g'risini aytish kerak, haqiqatni gapirish kerak. Xuddi shunday qo'ylarning narxi bozorda baland ekan. Men o'zim bozorga borib syomka qildim, bozorlarni ko'rdim, qo'zilarni ham ko'rdim. Hamma narx-navoni o'rganib chiqdim o'zim shaxsan borib. Akalar, narxi bilan chiqyapti qo'ylar. Kim olsa ham, inshaalloh kim olsa ham barakat topadi. Mana yurishlari. Akalar, manzilni yana eslataman. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida Bekzodjonning qo'rasiga kelib turib, mana shu qo'ylarni egalik qilib olinglar akalar. Mana gazli katta qo'ylar akalar. Bular hali endi bir ikkitasi hali tisham buzgani yo'q akalar. Ichida qo'zilari ham bor ekan akalar. Mashalloh. Mana qo'y ham zo'r ekan. Akalar, mana qo'ylarga bir baho bering, yurishlariga bir e'tibor beringlar akalar. Mana mazza qilib tomosha qilasizlar akalar. Faqat kommentariyada akalar, yana bitta narsani aytib qo'yay. Kommentariyada har xil gaplar kerak emas bizga akalar. Kommentariyada faqat o'zingizni yaxshi niyatlaringizni, yaxshi gaplaringizni yozib qo'yinglar. Xudoyim taolo o'sha qanchalik darajada yaxshi niyat qilsa, o'sha niyatga qarab Xudoyim taolo yetkazaveradi. O'shaning uchun kommentariyada bizde kanalimizda opa singillarimiz bor, hoji onalarimiz bor, hurmatli do'stlar. Qanchadan qancha singillarimiz tomosha qiladi, kommentariyalarda o'qishadi. O'shaning uchun kommentariyaga yaxshi narsalarni yozib qo'yinglar akalar. Shuning uchun iloji boricha yaxshi fikrlarni, yaxshi iliq so'zlarni yozib qo'ysanglar, biz doim mana shunday xizmat qilib beraveramiz akalar. Do'stlar, mana shunday qo'ylar har bitta bizni ko'rib turgan opa singillarimizga, hoji onalarimizga, hoji bobolarimizga, barcha obunachilarimizga mana shunday qo'ylar nasib qilsin do'stlar. Qo'ralarida 100 tadan 200 tadan bo'lsin do'stlar. Doim xizmatdamiz. Bekzodjon, aka, sog' bo'lasiz. Rahmat sizga shunchalik xalqimizga, yurtdoshlarimizga, obunachilarimizga shunchalik tavsiya qilyapsiz shu qo'ylarni. Nima qilaman dedingiz bu qo'ylarni sotib? Aka, nasib bir to'y boshlash niyatimiz bor. Niyatimiz bor ekan. Akalar hammani to'yga yetkazsin. Endi bizning kanalimizda aka-ukalarimiz bor, biroq qo'y olaman deydi, shuni ko'paytirib to'y qilaman deydi.
birov mashina olaman deydi. Shunday aka. Birov o'g'il uylantiraman, yo qiz chiqaraman Mol deydi. bilgan odam aka buni birgan ko'rgandan aytadi, bu mol nimaga sotilyapti degan fikr birdan kalasiga keladi aka. Mol bilgan odam, o'zi asraydigan odamda aka buni bittalab. Shunday. Molni ham aka tuyoqdan qattiq odam mol qiladi deydi-da. Shunday. Tuyoqdan qattiq odam mol qiladi. Bu molni qilishni o'zi ham bo'lmaydi. O'zi bo'lmaydi aka. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana inshaalloh yaxshi niyatga sotilyapti ekan bu. To'y qilamiz, to'y boshlaymiz deb turishibdi ekan dehqon akalarimiz. Endi kelasizda mana hammamizni to'yga yetkazsin. Do'stlar, mana shu qo'ylarni sotib olaverasizlar. Mana shunday videolarni ko'rib, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha deb qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.